Bu Rasululloh alayhisolatu vasallam aytganlarki, Madinaning harom chegarasi eshak tog'idan mana bu tog'ni Uhud, Savur degan tog' bor, Uhudning orqa tarafida. Kichkinagina qiziqish tog'. Demak, qarang. Mana shu mintaqa harom chegarasi ekan. Mana bilib oling. Bildingizmi? Mana bu tog'ni Uhudgacha deb tasavvur qilsangiz bo'ladi inshaalloh taala. Bu janubiy shimoliy chegaralar. Rasululloh hadisda aytadilarki, "Ma bayna labatayha harom." Madinaning ikki labatoyi degani, ya'ni sharqiy, g'arbiy chegaralariga ishora qilib aytganlarki, Madinaning ikki labatoyi, ya'ni qora toshliq harrat vaqim va harrat ribobro. Mana shuning ikkisini orasi ham nimadir? Haromdir deganlar sallallohu alayhi vasallam. Inshaalloh ertaga siz bilan Makka ga ketayotganimizda sizlarga o'sha qora toshliq hududini ko'rsataman sizlarga inshaalloh. Ma'qul bo'ldimi? Endi Payg'ambar alayhisolatu vassalam yana qarab turing, sizlarga yana bir ma'lumot. Mana bu Jabal Ayr, eshak tog'ini ko'rdingiz-a? Jabal Ayr. Jabal Ayrni g'arbiy taraf qani, g'arbiy taraf. Quyosh botayotgan taraf qani? Bu yoq taraf. Jabal Ayrni g'arbiy tarafi emas, sharqiy taraf, ya'ni mana bu tarafi. Ko'rdingizmi? Sharqiy tarafdan bundoq Rasululloh hijratda mana shu tarafdan kelganlar. Hijrat qilayotganlar, Tariqut Tabiy deydi. Mana shu tarafdan bundoq kelib Masjidul Usba, mana bu tarafda Masjidul Usba degan joy bor. O'sha joyga tushganlar. Ana undan keyin Quboga kelgan. Shuning uchun qaysi tarafdan kelganlar? Odatiy yo'l bilan yurmaganlar. Rasululloh mamlaqa o'ynab yurganlar. Odamlarni chalg'itish uchun Rasululloh alayhisolatu vasallam. Buni Farid Qubodan kelib, Masjidul Usba, ana undan keyin Quboga tushganlar. Tog'ning tarafidan kelganmi? Tog'ni mana sharqiy tarafdan, mana bu tarafdan. Mana qasiga aylanib kelgan. Tushundingizmi? Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelganlarida Quboga tushganlarda u zoti va barakot yoshlar nechida bo'lgan kim biladi? Ha. Necha? Harakatlar 53 yoshda. 53 yoshda bo'lganlar alayhisolatu vasallam. Kelganlarida kim bilan kelganlar? Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr. Yosh jihatidan Hazrat Abu Bakrdan bir yosh katta, lekin nima? Ko'rinishda Rasululloh yosh ko'rinadi. Rasululloh alayhisolatu vasallam yosh ko'rinadi sallallohu alayhi vasallam. O'shaning uchun Abu Bakr sal yoshlari kattaroq bo'lganligi uchun odamlar payg'ambar bu bo'lsa kerak Abu Bakrga yopishib ketib qolishdi. Keyin Hazrat Abu Bakrning sohibil firosat sohiblari ridolarini ko'tarib Rasululloh alayhisolatu vasallam ustlariga yopgan. Salqinlatish ma'nosida. Ya'ni bir ish qilasiz, uni zamirida boshqa ma'no ham yotadi. Ya'ni men payg'ambar emasman, bu kishi demoqchi bo'lgan. Yopganlar odamlar, bu kishi kam payg'ambar deb Rasululloh alayhisolatu vasallamga keyin nima qilishni boshladi. Ana o'sha joyning nomi Bustan al-Mustafal, soyalantirilgan bo'ston nomini olib qo'ygan o'sha joy. O'sha joyda Bi'ru Adab degan quduq ham bor. Rasululloh alayhisolatu vasallam o'sha joyda rivoyatlarga ko'ra suv ichgan va ana shu o'sha joyda qolib payg'ambar alayhisolatu vasallam avvalu masjidin buniya fil islam, islomdagi eng birinchi qurilgan masjid ala va huwa hada. Demak, u qaysi masjid? Mana bu Masjid Quboga, Masjid Quboga asos solganlar va bir necha kun, bir rivoyatga ko'ra 4 kun, boshqa bir rivoyatga ko'ra demak 10 kundan ziyod mana shu joyda qolib, ana undan keyin ana u Masjid-i Nabaviy mana shu tarafga qarab yurib borgan. Ma'qul bo'ldimi? Alloh salomat, sog'lom bo'ling inshaalloh.